Tasavvur qiling, Amur Temur bilan yoshi teng chinor daraxti. Shunaqangi katta. Ko'ryaptimi buni kattaligi? Yo xudo. Shu darajada diametri keng ekan buni. Deyarli necha 1370-yildagi ekilgan daraxtga. Bunaqa chinorlardan ko'p. Shahri Sabzdagi Hazrati Imom degan masjid tarixiy joyga keldim. Bunaqa tarixiy binolar juda ko'p ekan. Yo xudo. Ichida yo'q bo'lib qoldi odam. Shahri Sabzda bo'lib turib shu joyga kelganmisiz? Yozib qoldiring. Bu joy haqida yana nimalarni bilasiz? Kommentda yozib qoldiring. Shahri Sabz Amur Temur tug'ilgan joy. Bilasizlar-ku. Amir Temurning Buyuk imperiyasi dunyoning 4/3 qismiga hukmdorlik qilgan. 27 ta podshohni tiz cho'ktirib, 20 ta muhim harbiy janglarda g'alaba qozongan. 100 ga yaqin jang o'tkazib, hech birida mag'lub bo'lmagan. Tarixga ismini yengilmas Turon xoqoni, sohibqiron Amir Temur deb yozdirgan.